Assalomu alaykum. Barcha bizni kuzatib turganlarga xudo xolasa universal darabilkalarimiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Universal darabilkalarimiz qalin stankalik turboga bo'ladi. Motorlarimiz 4 kW 3 motordan mis motorlik alyumin motorli bo'ladi, yangi bo'ladi. Xudo xolasa. Hozirgi kunda mana ko'proq kurchakli variant, g'ildirakli variantda bo'lyapti. G'ildiraklilar ham katta. Bu yoqda mana tayyor bitgan holati. Ochilib yopishlar kurchoydan bo'ladi. Tok ko'rsatib turadi bir xilda. Avtomat zashitasi bo'ladi. Qolaversa motorimiz o'zida ham tok ko'rsatib turadigan bo'ladi. Bular to'rtburchak hampali varianti, bular esa pushkali variant. Og'zi kattaroq bo'ladi bularimiz. Setkalarimiz bug'doyda kepayon holatda qiladigan setkamiz bo'ladi. Mardon makani yorma holatda qiladigan setkamiz bo'ladi. O't qo'shaydi, maynlashtiradigan bitta setkamiz bo'ladi. Tishlariga keladigan bo'lsak, tishlari xuddi mana shunaqangi mahaviylik bo'ladi, 20 talik tishli bo'ladi. Keyin listlik varianti bo'ladi. Bulardan qalin materialga bo'ladi, xudo xolasa. Bulardan 24 tadan tishi bo'ladi. Bu yoqda mana tayyor bitgan holati. Xudo xolasa bitta qo'lda yetalab bo'laradigan bo'ladi. Kimga shunaqangi universal darabilkalarimiz kerak bo'lsa, pastga telefon nomeriga yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Fikrlar bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring ham javob qaytarishga harakat qilamiz.